Bugun sizlarga men oxirgi paytda Instagramda eng kuchli ishlayotgan metodlardan birini tushuntirmoqchiman. Bu metod faqatgina topga chiqarish bo'yicha emas, shunchaki bu odamni Instagramda ushlab, to'xtatib qolishga majbur qiladigan psixologik mexanizm. Va rostini aytsam, men shu metod orqali videolarimda yoki mijozlarimning videolarida yuz minglab, hattoki millionlab prosmotrlar qilganman. Birgina hattoki videoyim orqali, mana o'zimning shaxsiy videoyim orqali shunaqa videoyim bor Instagramda 167 mingta obunachi menga obuna bo'lgan, tasavvur qiling. Videolarimda buni doimiy bu mexanikani ishlatib kelaman, bu metodni va bu metodni nomi dissotsiatsiya. Nomidan qo'rqmang, hozir sizga buni juda ham oddiy, sodda tilda tushuntirib beraman. Bu nima o'zi, qanaqa qilib ishlatish mumkin va uni amaliyotda sizga qilib ko'rsatib beraman. Bu albatta sun'iy intellekt yordamida juda ham oson bo'ladi. Avval bitta narsani, ya'ni kontent, ssenariyni biz yozishimiz uchun juda ko'p vaqt kerak bo'lardi. Hozir bitta narsani tushunib olishimiz kerakki, tushunib olaylik. Instagramda odamlar o'qish uchun, ya'ni nimanidir o'rganish uchun kirmaydi hozirgi holatda, hozirgi vaqtda. Odamlar Instagramga dam olish uchun kiradi. Hech kim kirib, bugun voronka yoki lead generatsiya yoki konversiya haqida o'rganaman, nimadir bilim olaman deb Instagramga kirmaydi. Buni tushunib olishimiz kerak. Odamlar nimaga kiradi? Odamlar kulishni, hayron qolishni, qiziqishni xohlab kiradi. Ya'ni hayrat olish uchun, o'zini Instagramga kirib mazza qilish uchun, o'sha dopamin olish uchun kirishadi. Lekin paradoks shundaki, sizning mahsulotingiz foydali bo'lishi mumkin, xizmatingiz foydali bo'lishi mumkin, lekin agar uni zerikarli formatda bersangiz agar Instagramga shunaqa yondashuv bilan kontent chiqarsangiz agar, uni hech kim ko'rmasligi ham mumkin. Tasavvur qilib ko'ring, sizda juda kuchli dori bor, tabletka qanaqadir, lekin u achchiq. Hech kim uni ichmaydi achchiqligi uchun. Shuning uchun sizning vazifangiz nima? O'sha dorini shokolad ichiga yashirish. Instagram aynan shunaqa ishlaydi. Ya'ni siz ekspertligingizni odam dorini yutib yuborganda formatga o'xshagan holatda shokoladga o'rab berishingiz kerak bo'ladi. Tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Va dissotsiatsiya aynan shu yerda ishlaydi, ya'ni yordamga keladi. Bu metodning mohiyati nima? Bir-biridan juda uzoq bo'lgan ikkita narsani bitta gap ichida ulashingiz kerak bo'ladi. Ya'ni sizning sohangiz, kasbingiz, yo'nalishingiz, mutaxassisligingizdan umuman 180 gradus teskari bo'lgan so'zni olamizda, topamizda va uni bizni o'zimizni yo'nalishimiz bilan demak biriktiramiz. Miya shu joyda vibratsiya beradi. Ya'ni vibratsiya deganda Instagramda odamlar o'tiradi, reels ko'rib, to'g'rimi? Bir kunda hozir 4, 5, 6 soatgacha odamlar Instagramda scroll qilib har xil reelslarni ko'radi. Va nimaga o'tkazadi desak agar, ushlanib qolmaydi, qiziqarsiz, bir xillik, hamma yoqda bir xil pochirk. Va aynan sizni videoyingiz chiqqanda agar siz dissotsiatsiya demak formatida kontent qilgan bo'lsangiz, ushlanib qoladi. Mana shu joyda nimaga ushlanib qoladi desak, miya vibratsiya beradi. Ya'ni noodatiy narsa chiqib qoladi, kontent. Boshqalarnikiga o'xshamaydigan, boshqa joyda ko'rmagan, uchratmagan, yangicha format, yangicha ma'lumot, yangicha podacha berganingiz uchun miya vibratsiya beradida, ushlanib qoladi va to'xtab qoladi va sizning videoyingizni oxirigacha ko'radi. Va mana shuni evaziga, demak, topga chiqamiz. Buni hozir yana tushuntirib beraman. Demak, odam avtomatik tarzda to'xtaydi mana shu joyda vibratsiya berganda, ya'ni shu formatda chiqarganingizda. Misol uchun, tushunishingiz uchun aytaman, Instagram sizni nimaga kambag'al qiladi? Tasavvur qilib ko'ring, mana shu formatda kontent chiqarsangiz, ya'ni buni biz bilamizki, hookni ko'pchilik eshitgan, hook nimaligini biladi. Ya'ni o'sha videoni boshidagi 3 sekund, 5 sekund boshidagi aytiladigan, ushlanib qolish uchun ishlatiladigan instrumentlardan biri bu hook. Endi shunchaki hookni ishlatmasligimiz kerak. Biz hookni shunaqa qilishimiz kerakki, dissotsiatsiya formati bilan birgalikda qilsak yanada bu kuchayadi. Yoki deylik, psixologiya va McDonald's sizni qanday boshqaryapti, bilasizmi? Ya'ni psixologiyaga McDonald's umuman farq bog'liqlik joyi yo'q, to'g'rimi? Yoki deylik, stomatologiya urush sirlarini qanaqa qilib ochgan? Tasavvur qilib ko'ring, urush bilan stomatologiyani nima bog'liqlik joyi bor? Hech qanaqa bir-biriga yaqin narsa emas
va mana shu joyda buni albatta vizualniy ko'rinish bilan ham siz agar ko'rsatib beradigan bo'lsangiz agar aniq aniq demayman, ushlanib qolish ehtimoli juda ham kuchayadi va jalb qilish ehtimoli, ushlanib qolish, to'xtab qolish ehtimoli kuchayadi va videongizni oxirigacha ko'radi. Miya bunaqa narsani kutmagan bo'ladi, sababi birdaniga siz bunaqa demak formatda chiqqan bo'lasiz, videongiz boshqacha bo'ladi, boshqalarnikidan ajralib turadi. Shuning uchun hayron qolish paydo bo'ladi miyada. Instagram algoritmi uchun eng katta signal nima bilasizmi? Bu watch time. Agar odam 2 soniyada chiqib ketadigan bo'lsa, ya'ni videongiz chiqib qoldi, 2 sekunddan keyin o'tkazib yubordi yoki umuman chiqib ketdi. Mana shu joyda Instagram o'ylaydi, sizni videongiz demak umuman qiziqarsiz, foydasiz, keraksiz deb o'ylaydi va sizni topga chiqarmaydi. Video prosmotri o'ladi mana shu joyda. Agar odam sizni videongiz chiqqanda bu nima ekan o'zi deb uzoq ushlanib qolsa, sizda 20 sekund, 30 sekund yoki videongizni oxirigacha ushlanib qolsa, algoritm bu videoni ko'proq auditoriyaga yana chiqarib ko'rsatadi. Mana shu topga chiqish deyiladi. Ya'ni algoritm biladi, o'ylaydiki, sizni videongiz demak foydali, qiziqarli, manfaatli, kerakli deb biladida, chunki odamlar oxirigacha ko'rdi yoki ko'proq sekund ushlanib qoldi va sizni topga chiqaradi. 100 ming, 200 ming, millionlab prosmotrlar bo'lishiga sabab bo'ladi. Ko'pchilik ekspertlarning xatosi nimada, bilasizmi? Ular juda ham aqlli gapirishadi, bilimi zo'r, aqlli hamma, lekin Instagram aqlli kontent platformasi emas. Instagram emotsiya platformasi. Mana shuni esingizdan chiqarmang. Agar emotsiya yo'q bo'lsa, sizda ekspertlikning foydasi yo'q hech qanaqa. Masalan, siz kontentda hook ishlating deb boshlasangiz videongizni, bu zerikarli bo'ladi, to'g'rimi? Shunchaki, ya'ni aqlli fikr bo'ladi bu. Lekin siz agar Instagramda sizni ko'rmayotganining sababi videongizda emas deb boshlasangiz agar, odamlar ushlanib qoladi, ya'ni ushlanib qolish, oxirigacha ko'rish ehtimoli kuchayadi. Va oldin bunaqa ideyalarni topish juda ham qiyin edi. Soatlab o'ylanish kerak bo'lardi. Buni ustida ko'p bosh qotirish kerak bo'ladi, ssenariylar tuzish kerak bo'ladi. Hozir esa sun'iy intellekt bor. ChatGPT, Cloud, Gemini yoki shunga o'xshagan boshqa sun'iy intellektlar hozir juda ham ko'p. Ular sizga yuzlab noodatiy kombinatsiyalarni to'g'irlab beradi, o'zini yo'nalishingizga adaptatsiya qilib beradi, eng zo'r tomoni. Masalan, keling hozir men buni praktikada sizga qilib ko'rsataman. Demak, oldindan men promptni tayyorlab qo'yganman. Demak, sun'iy intellektga promptni yozganimdan keyin mendan nishani so'radi. Sразу mana. Misol uchun psixologmisiz, kosmetologmisiz, nishangizni kiriting dedi. Misol uchun keling olamiz, psixolog deb yozamiz shunchaki. Va demak, dissotsiatsiya demak metodi orqali bizga variantlarni, kontent chiqarib beradi, g'oyalarni. Mana ko'rishimiz mumkin, psixologiya bilan it uyasini demak taqqosladi, ya'ni bir-biriga bog'ladi. Ideya shundan iboratki, nimaga siz katta bo'lsangiz ham, hali ham ichingizda qo'rquv, bolalik yashaydi degan mohiyat, kontentning mohiyati, mazmuni shunaqaki, inson miyasi xavfsizlik zonani yaratib, odam kichik psixologik uyachida ushlab qolinishi haqida bu kontent bilan. Hook shunaqa boshlanadiki, siz erkin emassiz, shunchaki chiroyli it uyasida yashayapsiz. Tasavvur qiling, buni agar siz vizualni yana ko'rsatib bersangiz, o'sha joyida bu gapni aytsangiz, bu ushlanib qolish ehtimoli, mana pastda yana ko'rsatib bergan topga chiqish, bu kontentning topga chiqish ehtimoli 10 dan 9,5. Ya'ni bu degani 95% topga chiqish ehtimoli bor degan. Yoki keling keyingisini ko'ramiz. Psixolog va lift. Demak, ideya bir gap odamni psixologik jihatdan 20-qavatdan tashlab yuborishi mumkin. Mazmun, kontentni, mazmuni ota-ona yoki atrofdagilarni bir og'iz gapi inson ruhiyatini qanday sindirish haqida. Ya'ni bu kontentni mazmuni. Hook. Bolaligingizda eshitgan bitta gap hali ham sizni sindiryapti yoki yiqityapti. Demak, topga chiqish ehtimoli 10 dan 9, ya'ni 90% bu uchish ehtimoli bor degani. Yoki psixolog va chiqindi chelagi. Psixolog va chiqindi chelagi. Nimaga hamma sizga dardini to'kadi? Ya'ni ideya shunaqa. Hamma kelib sizga o'zini dardini aytaveradi degan narsa. Mazmun shunaqaki, bu kontentni chegara qo'ya olmaydigan odamlar boshqalarning emotsional chiqindi qutisiga aylanishi haqida.
Va hook shunaqa boshlanadiki, siz yaxshi odam emassiz, shunchaki psixologik chiqindi chelagiga aylangansiz. Demak, bu uchish ehtimoli 10 dan 10 ekan. Ya'ni topga chiqish ehtimoli 10 dan 10. Ya'ni sun'iy intellekt sizga srazi buni topga chiqish ehtimolini ham balloviy shkalada ko'rsatib boradi. Xo'p, keling endi boshqa yo'nalishni ko'rishimiz mumkin. Demak, qaysi yo'nalishni ko'ramiz? Misol uchun fitness trener. Fitness trener misolida ko'rib chiqamiz buni. Xo'p, ketdik. Fitness trener bilan g'isht demak biriktirildi. Ideya tanangiz har kuni qo'yilgan bitta g'isht natijasi. Mazmuni, bu kontentning mazmuni natija motivatsiyadan emas, kichik kundalik intizomlardan qurilish haqida. Xo'p, hook shunaqa ekanki, 6 oy oldin boshlaganingizda hozir boshqa odam bo'lardingiz. Ya'ni buni tasavvur qiling, o'sha g'ishtni qo'yib bir-birining ustiga shu gapni gapirasiz, vizualni ya'ni ko'rsatasiz buni. Xo'p, yoki deylik, fitness trener bilan akula birlashtirilgan holatini ko'rib chiqamiz. Ideya shunaqaki, nimaga kuchli odamlar akulaga o'xshaydi? Chunki akula bilamizki, kuchli, bahaybat, qo'rqinchli. Va bu kontentning mazmuni shunaqaki, akula to'xtasa cho'kish kabi, inson ham rivojlanishdan to'xtasa orqaga ketish haqida bo'lib o'tadi. Xo'p, hook shunaqa boshlanadiki, bir hafta o'zingizni tashlab qo'yish va tanangiz sizni jazolaydi. Ya'ni agar siz bir hafta ichida o'zingizni tashlab qo'ysangiz, e'tibor qilmasangiz, tanangiz sizni jazolashni boshlaydi. Hook. Demak, buni topga chiqish ehtimoli 10 dan 10 ekan. Chunki kuchli metafora plus qo'rquv triggeri emotsiya beradi. Xo'p, endi keling yana bitta boshqa yo'nalishni ko'rib chiqamiz. Misol uchun keling, restoran, umumiy biznes yo'nalishni ham ko'rib chiqamiz. Restoran yo'nalish bo'yicha nima qilish mumkin? Xo'p, restoran bilan demak teatrni birlashtirish mumkin ekan. Ideya shunaqaki, restoran ovqat emas, spektakl sotadi. Ya'ni ideya shundan iborat. Bu kontentimiz mazmuni odamlar ta'm uchun emas, atmosfera, hissiyot uchun kelishi haqida. Ya'ni bu qanaqa bo'ladi? Mazmun shundan iboratki, odamlar ta'm uchun emas, atmosfera, hissiyot va emotsiya oladi. Demak, hook shunaqa boshlanadi. Bir xil ovqatni uyda ham yeyish mumkin edi. Demak, bir xil ovqatni uyda ham yeyish mumkin edi. Hook shunaqa ekan. Uchish ehtimoli 10 dan 908. Bu degani 98% topga chiqish ehtimoli bor. Yoki boshqa g'oyani ko'rib chiqamiz. Restoran va magnit. Restoran bilan magnitni birlashtirilgan varianti. Ideya, nimaga ba'zi restoranlarga odamlar o'zidan o'zi oqib keladi? Ya'ni klient. Bu kontentning mazmuni shunaqaki, interyer, hit, servis kontent orqali magnit effekt yaratish haqida. Endi hook qanaqa bo'ladi bu kontentimizda? Bu joy reklamasiz ham odam tortadi. Ya'ni videoni boshlanishi shunaqa boshlanishi mumkin. Undan 9.5 uchish ehtimoli. Restoran bilan qabristonni demak biriktirish mumkin ekan. Nimaga ko'p restoranlar 1 yil ichida o'lib ketadi? Ya'ni yopilib ketadi demoqchi. Mazmun shunaqaki, servis, marketing va konsepsiyasiz ochilgan restoranlarni tez yopilishi haqida. Hookini ko'rib chiqamiz. Bu shaharda restoran emas, restoran qabristoni ko'p. Bu shaharda restoran emas, restoranlarning qabristoni ko'p. Ya'ni birdaniga ushlab qoladi miyani. Uchish ehtimoli 10 dan 10, ya'ni 100% degani. Demak, bunaqa kontent planlar cheksiz olishimiz mumkin bo'ladi. O'zimizni yo'nalishimizni kiritishimiz kerak bo'ladi. Agar bizga sun'iy intellekt mana hozir menga aynan restoran bo'yicha 5 ta g'oya berdi. Agar menga 5 taning ichidan agar yoqmagan bo'lsa, ya'ni unchalik yoqmagan bo'lsa, yana variant ber deb yozishim bilan menga yana umuman boshqa variantlarni berib chiqadi. Mana restoran bilan aeroportni demak birlashtirdi. Yoki deylik, restoran bilan akulani birlashtirdi. Restoran bilan liftni birlashtirilgan varianti. Restoran kazino, restoran muzey, ba'zi joylarda ovqat emas, xotira sotiladi, emotsiya sotiladi. Misol uchun restoran bilan muzey misolida. Xuddi shunaqa, demak, biz bu dissotsiatsiya demak formatida agar kontent chiqaradigan bo'lsak, miyani ushlab qoladigan darajada emotsiya bera olamiz. Ya'ni hookni kuchaytirilgan versiyasi desak ham bo'ladi. Hookni
bir necha baravar kuchaytirilgan versiyasi aslida bu. Shunchaki hook emas. Dissotsiatsiya formatida siz kontent chiqarsangiz agar, shunchaki ushlab qolish, topga chiqarish emas. Bu hookni bir necha x ga yanada kuchli, qiziqarli qilib jonlantirib beradi. Ya'ni hook instrumentini. Xo'p, va odamlar avtomatik qiziqish boshlaydi sizni kontentingizga, sizga, Instagramingizga, shaxsiy blogingizga. Qaysi yo'nalishdan bo'lishingizdan qat'iy nazar bu formatni, bu instrumentni ishlatishingiz mumkin. Keyin nima qilasiz? Shunchaki shok uchun emas bu, shunchaki qiziqtirish uchun emas, hook orqali emotsiya berib ushlab qoldingiz. Endi ichida ekspertligingizni berasiz. Ya'ni ekspertligingizni, o'zingizni xizmatingizni, o'zingizni mahsulotingizni endi sotasiz, qo'pol qilib aytganda. Ya'ni endi keyingi qismga o'tasizda, keyingi demak beriladigan ma'lumotlarni sekin berib olasiz. Biz chunki qiziqtirib ushlab oldik, endi keyingi demak o'zimizni ma'lumotimizni berishimiz mumkin bo'ladi. Mana shu eng katta demak biz qilishimiz kerak bo'lgan nuqta desak ham bo'ladi. Ko'pchilik faqat videoni topga chiqarish haqida o'ylaydi shunchaki, lekin topga chiqarish plus ekspertlikni birlashtirilsa agar, bu klient olib keladi, sizga mijoz olib keladi. Bu degani sizga pullar keladi Instagram orqali. Natijada oddiy odam ham qiziqib ko'radi bu formatda va potensial mijoz sizga kelish boshlaydi. Bu odam demak mazmunni bilar ekan, bu odam kuchli ekan, kuchli mutaxassis ekan, ekspert ekan deb o'ylaydi. O'zi haqiqatdan ham siz ekspertsiz, sizda bilim, tajriba, praktika hamma narsa bor, faqat buni ochib bera olmayapsiz, yetkazib bera olmayapsiz, chiqarib bera olmayapsiz. Bu formatda qiladigan bo'lsangiz, sizni odamlar haqiqiy ekspert sifatida tan olish boshlaydi. Mana shu strategiya aniq ishlaydi. Buni albatta eng muhimi ishlatish kerak bo'ladi. Sun'iy intellekt sizga ideya beradi, lekin uni topga chiqaradigan narsa sizni emotsiyangiz, energiyangiz va ekspertligingiz. Mana shuni esingizdan chiqarmang albatta. G'oyalar sizga sun'iy intellekt beradi va uni siz emotsiya, xarizmangiz orqali siz yetkazib berishingiz kerak bo'ladi. Shuning uchun sun'iy intellektdan qo'rqish kerak emas, uni o'zingizga yordamchi sifatida ishlatishingiz kerak aslida hozirgi vaqtda. Bugun shu videodan keyin sizga vazifa o'zingizni nishangizni oling. Qaysi yo'nalishdasiz, qaysi sohadasiz va shu format, shu texnikani ishlatgan holatda undan juda ham uzoq bo'lgan 10 ta so'zni topib yozing. 10 ta sizdan yo'nalishingizdan umuman uzoq bo'lgan so'zlarni. Va masalan psixologiya plus restoran, stomatologiya plus urush bo'lishi mumkin, fitness plus mafiya bo'lishi mumkin, SMM plus qabriston bo'lishi mumkin, biznes plus bilmadim, stroyka bo'lishi mumkin. Shunga o'xshagan variantlarni yozing va keyin o'zingizga savol bering. Bularni qanday qilib bog'lash mumkin bir-biriga? Qanday qilib bog'lash mumkin ikkita so'zni va aynan shu joyda topga chiqadigan ideyalar tug'iladi. Va buni albatta siz o'zingiz soatlab, kunlab o'ylashingiz shart emas. Sun'iy intellekt yordamida hozir men sizga ko'rsatgan qadamma-qadam usul bo'yicha bemalol o'nlab, 20, 30, 100 lab kontent g'oyalarni o'zingizga olishingiz mumkin va uning ichidan o'zingizga kerakli, yaxshilarini ajratib, albatta shuni kontent qilib, realizatsiya qilib chiqarishingiz mumkin bo'ladi. Hozirdan kontentlaringizni mana shu metodni qo'llagan holatda kontent chiqarishni boshlang. Albatta buni o'rganib oldingiz, shunchaki bu yaxshi, shunchaki bitta ma'lumot sifatida qolib ketmasin miyangizda. Albatta buni praktikada o'zingizda qo'llasangizgina natija beradi. Promptni pastdagi описаниеda yozib qoldirdim. Sizlar bilan keyingi darslarda ko'rishamiz. Albatta menga YouTube sahifamga ham obuna bo'lib qo'ying. Foydali videolarni chiqarib boraman. O'zimning praktikamdan, o'zimning bilimlarimdan, kontent, Instagram, shaxsiy brend, Instagram orqali daromad topish va sun'iy intellekt bo'yicha videolar chiqarib boraman, foydali videolarni. Video foydali bo'lgan bo'lsa agar, mana shu videoga ham like bosib qo'ying. Bitta like bossangiz, menga bu motivatsiya bo'ladi va bu videoni boshqa yaqinlaringizga ham yuborib qo'ying. Ularga ham albatta manfaati bo'ladi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Keyingi videolarda ko'rishamiz.